Aq yo'l bo'lsin o'g'lim. Yaxshi o'qig'in. Ma'qul. Aman bo'ling ana. Har qachon savrchan bo'l bolam. Yaramliq odam bo'lib kel. Ma'qul ana. So'zingizni yuragimda chin saqlayman. Balam, tamog'ingni vaqti-vaqtida yegin. Salomatligingni asrag'in. Jinim balam, bizni unutib qolmagin. Xotirjam bo'ling ana. Siz har qachon ko'z oldimda. Aq yo'l bo'lsin balam. Haq ardi ko'rishimiz ana. Sen dilimde bırak Amalsız men aramız yirak Balam deysen dilimde bırak Amalsız men aramız yirak Günler uzun bolsun At yakında varımın ana Günler uzun bolsun bırak At yakında varımın dada At yakında varımın ana Ayrılmasam değmen peşinden Düşlerimle yürüp peşinden Ayrılmasam değmen peşinden Düşlerimle yürüp peşinden Tükülüdü Şimdi Bak yakında varımın ana Tükülü duaya şimdi Bak yakında varımın dada Bak yakında varımın ana
Dertlerimge bulanmay derman Bir kürmetni kılıp men arman Dertlerimge bulanmay derman Bir kürmetni kılıp men arman Öz özümni aldayman ama Atiqimda barımın ana Öz özümni aldayman ama Atiqimda barımın ana Atiqimda barımın dada Atiqimda barımın ana Rahmat. 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 Beni de tutan kılgan ulug' insonlarimizga rahmat. Uzun ömür köyge ata-analarımız, hammalarning ata-analari aman eson bo'lsin. Rahmat. Mana bu fursatda men sizlarga yana bir sizlarga tanishib bo'lgan bir kishini sahnamizga chaqirib chiqmoqchiman. O bo'lsa-mu hammalarga tanishlik Uyg'urimizning faxrli o'g'lani Uyg'ur hozirgi zamon san'atininki sarkisi, boshlamchi ustoz Abdulla Abduriyim. Rahmat. Akam men uchun aka bo'lib qolmasdan ustoz, qanday ustoz desa hammalar bilsizlar, xudo ota-onam meni bir-birlab nimani qilish, nimani qilmaslik to'g'risida cho'ng qilgan o'xshash, meni yetaklab san'at yo'lida qanday meni o'rgatgan shundaqla eng muhimi meningki mush odamiylik axloqiy fazilatga eng cho'ng o'lgam hisoblandi. Rahmat. Endi bugun ijozat qilsanglar, do'stlarimning havolasi bor. Bu yolg'iz mening ishim emas, ustoz Manga o'xshagan shogirdlaringiz, shundaqla havaskor muxlislaringizning havolasiga asosan sizning kuchingizga bir to'n yeb olsam demoqchiman. Biz bundan deyishmagandik-ku. Rahmat. Inimiz bizdan faxrlangan bo'lsa, beshimiz ko'kka yetdi. Albatta, mening faxrlanadigan yerlarim bor. Men faxrlanamanki, mana shunday bir kuy suyar, kuychi bir xalqning farzandi bo'lib tug'ilib qolganligimdan. Shunday faxrlanamanki, izzat va hurmatni biladigan xalqning farzandi bo'lib tug'ilganligimdan.
Ve yani şunundan faxrlanamanki, salam saatni oldin qiladigan va oldin qabul qiladigan shunday bir isil odamlarning farzandi bo'lganligidan. Rahmat, shu vajdin elimning bu to'y markasiga bugun hammamiz ota-onalarimizni tashlayapmiz. Jumladan sizlarni tashladinglar. Sizlar chavak tashlayapsizlar. Uni tashladinglar. Ko'p rahmat. Shu vajdin yana bizning cho'ng shoirlarimizning va ijodiyotchimiz avlod inimizning emgaklari mevasi bo'lgan naqshimizdan bizlar o'zaro qaysizlar.